Shahrisabz obyekt nima bo'lyapti deganlar uchun video tayyorladik. Bu obyektimizda restoran qismiga keldik. Mana shu restoran qismi birinchi etajda 200 kvadrat patolog qismi. Bu mashina chetlarini hammasini temirdan yasattirdik. O'rtacha 10 tacha usti 45 kuncha ishladi va undan keyin 15 kuncha buni ratanda to'qildi va mana shu hammasi qo'l mehnati. To'g'ri, mebelga bog'liq emas bo'lishi mumkin, lekin har bittasi dizaynni ko'rsatilib bergan narsani chiqarib berdik va oxirida qilib bo'lingandan keyin buni bo'yadik. Xuddi shuni bo'yadik va shu narsani bizga boshida berilgan dizaynni chiqarib berdik. Xona qismlarimizda ishlar davom etyapti. Shaharda seximizda mebellar ancha qismi tayyor bo'lgan va joyimizni tayyor bo'lishini kutyapmiz. Bu yerda malarlar ishlashyapti, sanuzullarda kafillar terishyapti va polni malarga qilib bo'lingandan keyin biz kelib mebelni qo'yish boshlaymiz. Ungacha endi bilmayman qachon bo'ladi bu jarayon, lekin bizning srokimiz 1-sentyabrga edi va 10-avgustgacha bizga hamma joyi tayyor qilib berish kerak edi. Endi biz 11-avgustda kelyapmiz, joyi sverka qilyapmiz, hali unaqa joy tayyor emas va o'zligi etishyapti. Ozgina stop bosib turamiz, malarka qismlarini davom ettirib olamiz deb. Ishimizni ko'ringlar, baho beringlar. Bu anchagina shedevr obyektlardan bittasi bo'lyapti.